Inson umri davomida bir amalga qo'l ursa ham uni xolis qilmog'i lozim. Xolis bo'lmagan ishlar Alloh subhanahu va taoloning nazdida umuman qadrsizdir. Xolislik yo'lida o'zlarining jonlarini fido qilib o'tgan insonlar bu tuyg'uni yaxshi bilganlar. Ramazon oyining har kuni xolislik siri dasturi orqali ana shu solih insonlar haqida so'z boradi. Payg'ambarlar, sahobalar, salafi solihinlar hamda ummatning asl egalari haqida hikoya qiluvchi dastur 30 kun davomida har kuni sahar chog'ida Navro'z radio kanalida efirga uzatiladi. Tinglang va qalbingizning tub-tubida yotgan hislaringizni junbushga keltiring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kunlarimizni osuda o'tkazayotgan, faqat o'zigagina e'tiqod qiladiganlardan qilib qo'ygan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Alloh taoloning suyukli rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallamga cheksiz salovatlar, salomlar va rahmatlar yog'ilsin. U zotga ergashgan yaxshi insonlarga Allohning rahmatlari bo'lsin. Navro'z radio kanalining xolislik siri dasturi yana sizlarni mushohada gulshaniga sayr ettirishga taklif etadi. Dasturimiz orqali payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'gitlari va u zotning hadislariga tayanib, olimlar tomonidan ma'lum qilingan gunoh kabiralar haqida hikoya qilamiz. Shuningdek, sahobalar hamda tobiinlar hayotidan go'zal voqealar keltirib o'tiladi. Bugungi kun sahifasida esa zamondoshlarimizga tegishli hodisotlar va xitoblar yangraydi. She'riyat bo'stonida sayr etib topganlarimizni esa hissiyot olamida ruknida tinglashingiz mumkin. Dastavval har doimgidek payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning o'gitlariga quloq tutaylik. Payg'ambarimiz o'gitlari. Uchinchi gunohi kabira kibr, manmanlik va g'ururdir. Alloh taolo A'rof surasining 146-oyatida shunday deydi: Men yerda nohaq kibr va havo qilib yuradigan, agar barcha oyat mo'jizalarni ko'rsalar ham ularga iymon keltirmaydigan, to'g'ri yo'lni ko'rsalar uni o'zlari uchun yo'l qilib olmaydigan, agar zalolat, noto'g'ri yo'lni ko'rsalar uni yo'l qilib oladigan kimsalarni o'z oyat mo'jizalarimdan burib yuborurman, ya'ni anglab yetmaydigan qilib qo'yurman. Oyat tugadi. Alloh taolo bu bilan takabbur kimsalarni oyatlarimni fahmlash, u haqda fikr yuritib tadabbur qilishdan mahrum qilaman va kibr va havo qilganlariga jazo sifatida qalblarini muhrlab qo'yaman demoqda. Musa aytdi: Albatta men Parvardigorim va Parvardigoringiz bo'lmish Allohdan hisob-kitob kuniga iymon keltirmaydigan barcha mutakabbir kimsalarning yomonligidan panoh so'raganman. G'ofir surasi 27-oyat. Albatta u zot mutakabbir kimsalarni sevmas. Nahl surasi 23-oyat. Ya'ni haqqa quloq solib unga bo'ysunishdan kibr qilgan kimsalarni sevmaydi. Odamlardan mutakabbirlik bilan yuzingni o'girmagin va yerda kibr va havo bilan yurmagin, chunki Alloh barcha kibr havoli, maqtanchoq kimsalarni suymas. Luqmon surasi 18-oyat. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Sizlardan ilgari yashab o'tgan bir kishini takabburlik bilan izorini sudrab yurganida yer yutdi. U qiyomat kunigacha yer qa'riga kirib ketaveradi. Buxoriy, Nasoiy va boshqalar rivoyat qilgan. Yana bir hadisda Amr ibn Shuaybning bobosidan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Qiyomat kunida mutakabbir kimsalar kishilar suratidagi chumolilarga o'xshash holda qaytariladilar. Ularni har tomondan xorlik egallab oladi. Ular jahannamdagi Bulis deb nomlanadigan zindonga haydaladilar. Nasoiy hamda Termiziy rivoyat. Muslim hamda Termiziy rivoyatida kelgan quyidagi hadisda Ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi.
payg'ambar alayhissalom qalbida zarra misqolichalik kibr bo'lgan kishi jannatga kirmaydi dedilar. Shunda bir kishi bir odam kiyimi va poyafzali bejirim bo'lishini yaxshi ko'radi. Shu narsa kibrmi deb so'radi. Albatta Alloh go'zaldir. Go'zallikni xush ko'radi. U kibr emas. Kibr haqqa unamaslik, rad etish va odamlarni masxara qilish, tahqirlashdir dedilar Nabiy alayhissalom. Abu Said va Abu Hurayra roziyallohu anhumolardan rivoyat qilingan quyidagi hadisda payg'ambar alayhissalom aytdilar: Alloh azza va jalla azizlik izorim, kibriyo ridoyimdir. Kim bu ikkisini men bilan talashsa, uni azoblayman deydi. Muslim rivoyati. Abu Said Xudriy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar: jannat bilan do'zax talashib qolishdi. Do'zax zo'ravon va mutakabbir kimsalar menda degan edi. Jannat zaif va miskin musulmonlar menda dedi. Alloh ular orasida ajrim qildi. Jannat, sen mening rahmatimsan. Sen orqali xohlagan bandalarimga rahm qilaman. Do'zax, sen mening azobimsan. Sen orqali xohlagan bandalarimni azoblayman. Ikkingiz ham to'lib toshasiz. Muslim rivoyati. Harisa ibn Awwah roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sizlarga do'zax ahli kimlar ekanligini xabar qilaymi? Ular har biri qo'pol yaxshiliklardan to'suvchi va mutakabbir kimsalardir deganlarini eshitganman. Buxoriy va Muslim rivoyati. Ibn Umar roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kimki o'zini boshqalardan afzal deb bilsa yoki kibr havo bilan yursa, Alloh taborak va taoloni g'azablangan holda uchratadi deganlarini eshitdim. Tabaroniy rivoyati. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: menga do'zaxga birinchi bo'lib kiradigan 3 toifa ko'rsatildi. Zolim amir, molidagi Alloh haqqini ado qilmaydigan boy va mutakabbir kambag'al. Ibn Huzayma va Ibn Hibbon rivoyati. Buxoriy tomonidan rivoyat qilingan quyidagi hadisda Ibn Umar roziyallohu anhu aytadi: payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: kimda kim takabburlik qilib kiyimini sudrab yursa, qiyomat kunida Alloh unga qaramaydi. Salama ibn Akva roziyallohu anhu dan bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida chap qo'li bilan taom yedi. O'ng qo'lingda ye degandilar, yeya olmayman dedi. Yeya olmading dedilar. Uni o'ng qo'lida yeyishdan faqat kibr to'sib turgandi. Shundan keyin o'ng qo'lini og'ziga olib bora olmaydigan bo'lib qoldi. Muslim rivoyati. Ayrim salaf solihinlar aytganlarki, Allohga osiylik qilib sodir etilgan birinchi gunoh kibrdir. Alloh taolo aytgandi: ey Muhammad alayhissalom, eslang, biz farishtalarga odamga ta'zim qiling deyishimiz bilan ular sajdaga egildilar. Faqat iblis kibr va or qilib kofirlardan bo'ldi. Baqara surasi 34-oyat. Kimki iblisga o'xshab haqdan kibr qilsa, uning iymoni befoydadir. Bandalardan ilmi tufayli takabburlik qiladigan va o'zini boshqalardan afzal deb biladigan kimsa eng yomon mutakabbirdir. Uning ilmi ham befoyda ilmdir. Zero kimki oxirat uchun ilm talab qilsa, ilmi uni bosiq, tavozeli qilib qo'yadi. Qalbi xushuga to'ladi va nafsi xotirjam bo'ladi. Ilm uning nafsiga qo'rqchi posbon bo'lib oladi va yalqovlik qilmasdan har vaqt uni nazorat qilib, hisob-kitob qilib turadi. Bordi-yu g'aflatda qolsa, nafs haq yo'ldan bo'yin tovlaydi va halok etadi. Kimda kim faxrlanish, boshliq bo'lish, musulmonlarni ahmoq qilish, masxaralash va o'zini ustun qo'yish uchun ilm talab qilsa, yuqoridagi oyat va hadislarda kelgani singari qalbida zarra misqolidek kibr bo'lgan kimsa jannatga kirmaydi. Kuch va quvvat buyuk va oliy Alloh taolonikidir. Payg'ambarlar hayotidan saboqlar. Navbat Nuh alayhissalomga yetib kelgandi. Idris alayhissalom osmonga ko'tarilgandan keyin insonlar to'g'ri yo'ldan yana adashdilar. Butlarga topina boshladilar. Shunda Alloh taolo insonlarni hidoyatga boshlash uchun Nuh alayhissalomni yubordi.
Nuh alayhissalom qavmiga payg'ambar qilib yuborilganda, ular Suvo nomli ayol, Vad nomli erkak, Yag'us nomli arslon, Yavuq nomli ot, Nasr nomli burgut va kalxat shaklidagi butlarga sig'inishardi. Nuh alayhissalom ularni kecha-yu kunduz haq yo'liga da'vat qildi, ammo ular quloq solmadilar. Nuh alayhissalomning qavmiga aytgan so'zlarini Qur'oni Karim shunday bildiradi. Nuh alayhissalom qavmiga: "Ey qavmim, albatta men sizlarga yuborilgan ochiq ogohlantiruvchidirman. Allohga ibodat qilinglar va u zotdan qo'rqinglar hamda menga itoat etinglar." Nuh surasi 2 hamda 3-oyatlar dedi. Qavmi esa unga itoat etishdan bosh tortdi. Da'vatlardan yuz o'girdi. Shunda Nuh alayhissalom Allohga yolvorib: "Parvardigorim, albatta men qavmimni kecha-yu kunduz da'vat etdim. Da'vatim ularga faqat iymondan qochishni ziyoda qildi, xolos. Darvoqe, har qachon men ularni sening mag'firatingga sabab bo'ladigan din yo'liga da'vat qilsam, ular mening so'zlarimni eshitmaslik uchun barmoqlarini quloqlariga tiqib, kiyimlarini boshlariga o'radilar va kibr havoga berildilar. Parvardigorim, ular menga itoatsizlik qildilar. Xalqni aldab ishontirdi va har xil hiylalarni ishlatdilar. Ilohlarimizni zinhor tark etmaymiz dedilar. Ey Robbim, yer yuzida kofirlardan biron hovli joy egasiga qoldirmagin. Sen ularni yer yuzida qoldirsang, ular bandalaringni yo'ldan ozdirurlar va ular faqat ko'rnamak nopok kimsalarni tug'ib ko'paytirurlar degan mazmunda qavmini badduo qildi. Duosini Alloh qabul etdi. Unga kema yasashni buyurdi. Nuh alayhissalom qirda katta bir kema yasay boshladilar. Mushriklar uni masxara qilib: "Ey Nuh, oldin payg'ambar eding, endi duradgor bo'ldingmi?" deyishdi. Kema bitdi. Mashhur Nuh to'foni boshlandi. Hamma joyni suv bosdi, hatto tog'larni ham ko'mib yubordi. Kemaga chiqmagan barcha insonlar va hayvonlar cho'kib ketishdi. Nuh alayhissalom kemasi 150 kun mobaynida suvda suzdi. So'ngra Judi tog'ining tepasida to'xtadi. Kemadan tushganlar yemaklarini qozonga solib qaynatdilar. Hozirgi Muharram oyining 10-kuni sho'rva qilib ichdilar. Ashura sho'rvasi degan nom shundan qolgan. To'fondan keyin Nuh alayhissalomning 3 o'g'lidan insonlar tarqaldi. Shuning uchun Nuh alayhissalomni ikkinchi odam ham deyiladi. 3 o'g'ildan birining ismi Yofas bo'lib, undan turklar tarqaldi. U turklarning otasi hisoblanadi. Ikkinchisining ismi Samdir. Undan Arab, Rum, Ajam qavmlari tarqaldi. Sudan xalqining otasi Xomdir. Barcha Sudan xalqi undan tarqalgani haqida rivoyatlar bor. Qur'oni Karimda Nuh alayhissalom haqida Nuh surasi bordir. Nuh alayhissalomning 1000 yil umr ko'rgani rivoyat qilinadi. Sahobai kiromlar. Sa'sa ibn Sahfondan rivoyat qilinadi. Badaviy arablardan biri Ali roziyallohu anhu ning oldiga kelib: "Ey Amir al-Mu'minin, siz qonli yeringni faqat qadam bosganlar yeydi degan ma'noni bildiruvchi oyatni qanday tushunasiz? Nahotki qadam bosmaydigan insonlar ham bo'lsa?" deb so'radi. Ali roziyallohu anhu kulimsirab: "Sen so'zni yanglish talaffuz qilmoqdasan. Alal xotun emas, balki ilal xotiyun, jahannamda qonli yeringni faqat gunohkorlar yeydi deb to'g'ri o'qigin" dedilar. "Ha ey Amir al-Mu'minin, to'g'risi siz aytganingizdek bo'ladi" dedi u arab. Shundan so'ng Hazrat Ali roziyallohu anhu yonlarida turgan Abu Asvad ad-Duayliga o'girilib, bugun arab bo'lmagan bir necha millatlar musulmon bo'lib arablarga qo'shildilar. Shu sababli arab tili buzilishga yuz tutdi. Xalqqa shunday narsani o'rgatginki, u bilan arabiy tilni buzilishdan muhofaza eta olaylik dedilar. Shundan keyin Abu Asfad yozuvni ustun, o'tira, asra usulini qo'llay boshladi. Hikoyat. Hikoyat rukni ostida
Bundan buyon sahobalar bilan davradosh bo'lgan tobiinlarning ulug'lari haqida hikoya qilinadi. Tobiin degan arab tilida ergashuvchi degan ma'noda keladi. Tobiinlar payg'ambarimiz vafot etib ketganlardan so'ng tug'ilgan yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida yashagan bo'lsalar-da, payg'ambar alayhissalomni ko'rmagan insonlardir. Ularning hayotida ham iymon beshigini tebratuvchi hodisalar ko'p bo'lgan. Bugun Abdulmalik ibn Marvon tomonidan kimki jannatiy odamni ko'rmoqchi bo'lsa, Urva ibn Zubayrga qarasin degan sharafli ta'rifga sazovor bo'lgan Urva ibn Zubayr haqida hikoya qilinadi. Tinglang. Kun asrdan oqqan. Quyoshning zarra nurlari Baytul Haram bilan xayrlashish arafasida. Pokiza sahanda kechki salqin shabada esishiga hali biroz vaqt bor. Shu payt Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning keksa sahobalari va ulug' tobiinlar la ilaha illalloh, Allohu akbar deya havoni titratib tinimsiz duolar aytib Baytullohni tavof etadilar. Ayni chog'da odamlar mahobatli Ka'ba-i muazzama atrofiga to'p-to'p bo'lib yig'iladilar. Ka'baning go'zalligidan ko'zlar quvnaydi, dillari diniy suhbatga moyil bo'ladi. Ana Ka'ba yonida yuzlari yorqin, qomatlari ko'rkam 4 o'rtoq o'tirishibdi. Ularning ahil inoqligi xuddi masjid kabutaralarini eslatadi. Ular Abdulloh ibn Zubayr, uning ukalari Mus'ab ibn Zubayr va Urva ibn Zubayr hamda Abdulmalik ibn Marvonlardir. Hammalarini Alloh taolo rahmat qilsin. To'rtovlon vazmin kayfiyatda suhbatlashar ekan, ulardan biri shunday taklif aytib qoladi. Kelinglar, har birimiz shu yerda yaxshi ko'rgan narsamizni Alloh taolodan so'raymiz. Ular xayol ummoniga sho'ng'ib ketishdi. Orzu umidlarining cheksiz bog'larida keza boshlashdi. Abdulloh ibn Zubayr, men Hijozda egallab xalifa bo'lishni xohlayman dedi. Ukasi Mus'ab, men Kufa va Basraga egalik qilishni, shu xususda hech kim men bilan tortishmasligini istayman dedi. Abdulmalik ibn Marvon esa, demak sizlar shunga qanoat etasizlar. Men yer yuziga hukmdor bo'lishni va Muaviya ibn Abu Sufyondan so'ng xalifa bo'lishni orzu qilaman dedi. Urva ibn Zubayr sukut saqladi. Sheriklari undan sen nima istaysan ey Urva deb so'rashdi. Sizlarga Alloh barokat bersin, orzularing amalga oshsin, ammo men olim bo'lishni xohlayman. Allohning kitobini, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini hamda diniy hukmlarini odamlarga o'rgatishni istayman. Alloh taoloning roziligiga erishishni, uning jannatiga kirishni umid qilaman dedi Urva. Oylar, kunlar o'tdi. Ajali yetib Yazid ibn Muaviya vafot etdi. Abdulloh ibn Zubayr uning o'rniga xalifa bo'ldi. Hijoz, Misr, Yaman, Xuroson va Iroqqa hukmronlik qildi. Vaqt kelib Ka'baning yonida yoshligida orzularini so'ylagan joy yaqinida o'ldirildi. Mus'ab ibn Zubayr akasi Abdulloh tomonidan Iroqqa vali etib tayinlangan edi. Taqdir taqozosi bilan u ham mansabidan chetlashtirildi va qatl qilindi. Abdulloh ibn Zubayr bilan ukasi Mus'ab o'ldirilgach, musulmonlar jamoasi Abdulmalik ibn Marvonga bay'at berishdi. Abdulmalik niyatiga yetdi, ya'ni o'z davrining eng katta hukmdoriga aylandi. Darvoqe, Urva ibn Zubayrning holi ne kechdi degan savol tug'iladi. Keling uning hayoti haqidagi hikoyani boshidan boshlaylik. Urva ibn Zubayr Umar al-Faruq radhiyallohu anhu ning xalifalik davri tugashiga 1 yil qolganida obro' e'tiborli musulmon oilada dunyoga kelgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xos sahobalaridan biri Zubayr ibn Avvom radhiyallohu anhu uning otasi edi. Tirikligidayoq jannatiyligi bashorat qilingan 10 sahoba orasida bu fidoi inson ham borligi ma'lum. Zoti Anitoqayni 2 belbog' egasi laqabini olgan Asmo bintu Abu Bakr Urvaning onasi edi. Bu ayol hijrat chog'i belbog'ini 2ga bo'lib payg'ambar alayhissalomga berganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir bo'lagi bilan oziq ovqatlarini, ikkinchi bo'lagi bilan esa ichimlik idishlarini tuyalarga bog'lab olganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xalifalari va g'oridagi do'stlari Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ona tarafidan Urvaning bobosi bo'ladilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ammalari Safiya bintu Abdul Muttalib roziyallohu anha Urvaga ota tomonidan momo hisoblanadi. Mo'minlar onasi Oysha roziyallohu anha esa uning xolasidir. Urva Ka'ba-i muazzama yonida qilgan niyatiga binoan hayotini ilmga bag'ishladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning keksayib qolgan sahobalari uylariga borar, ular bilan birga namoz o'qir va majlislarda ishtirok etar edi.
Natijada Ali ibn Abu Talib, Abdurrahmon ibn Avf, Zayd ibn Sobit, Abu Hurayra, Abdulloh ibn Abbos, Nu'man ibn Bashir roziyallohu anhum singari zotlardan hadislar rivoyat qildi. Ayniqsa xolasi mo'minlar onasi Oysha roziyallohu anhodan juda ko'p narsa o'rgandi. Shunday qilib, Urva Madinadagi mashhur 7 faqihning biri bo'lib yetishdi. Solih valilar zimmalardagi vazifalar borasida olimlardan maslahat so'rashar edi. Masalan, Umar ibn Abdulaziz Valid ibn Abdul Malik tomonidan Madinaga vali qilib tayinlanadi. Odamlar uni qutlaydilar. Vali peshin namozini o'qigach, Madina faqihlaridan 10 kishini huzuriga chaqiradi. Ular boshida Urva ibn Zubayr turgan edi. Umar ibn Abdulaziz olimlarni iliq kutib olib, hurmatlarini joyiga qo'ydi. So'ngra Alloh taologa hamd va sano aytgach dedi: "Men sizlarni maslahat uchun chaqirtirdim. Bundan sizlar ajr va savob olasizlar va mening to'g'ri yo'lda bo'lishimga yordam berasizlar. Men barcha ishni sizlar bilan maslahat qilishga qaror qildim. Agarda biror adolatsizlikni ko'rsangizlar yoki men haqimda shikoyat eshitsangizlar, iltimos xabarini menga yetkazinglar. Alloh taolo xayringizni bersin." Shundan keyin Urva ibn Zubayr vali haqqiga yaxshi duolar qildi, unga Parvardigordan ajr va savob va uzoq umr tiladi. Bugungi kun. O'tgan dasturimizdagi mavzuning davomini tinglashga taklif etamiz. Chekishning hukmi olimlarning nazdida qanday ekanligini yaxshilab tinglab olaylik. Bu bugungi kunimizning dolzarb muammosi hisoblanadi. Ey chekuvchi do'stim, musulmonlar sizning chekishingizdan qachon qutuladilar? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Allohga va oxiratga iymon keltirgan kimsa qo'shnisiga ozor bermasin. Imom Buxoriy rivoyat. Kashanda o'zining sassiq hidi bilan xotini, farzandlari, qo'shnilari, farishtalar va masjiddagi namozxonlarga ozor beradi. Payg'ambar alayhisalom muttafaqun alayhi darajasiga ko'tarilgan hadisda aytadilar: ummatimning hammasi avf qilingandir, biroq gunohlarini oshkor qiluvchi ulardan emas. Kashanda gunohlarini oshkor qilganligi uchun kechirilmaslik xavfi bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: kim biron qavmga o'zini o'xshatsa, u ulardandir. Sahih hadis Abu Dovud rivoyat qilgan. Chekish mustamlakachilik asorati, qoldig'i hamda ruhiy mag'lubiyat belgisidir. Chekish o'zgalarga o'xshashlik demakdir. Chunki o'zgalar sigaretni musulmonlar yashayotgan o'lkalarga olib kelib, yoshlar ichida chekishni rivojlantirdilar. Bundan tashqari chekish bilan jahannam olovida yonayotgan hamda og'iz va burunlardan tutun chiqarayotgan johillarga ham o'xshashlik bordir. Bu balodan Alloh taoloning o'zi saqlasin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deganlarki, 4 narsa: umrini nima bilan o'tkazgani, jasadini nimalarda ishlatgani, boyliklarni qayerdan topib qayerga sarf etgani hamda ilmiga qanday amal qilgani haqida so'ralmay turib, bandaning oyoqlari o'rnidan qimirlamaydi. Sahih Termiziy. Kashanda qiyomat kuni qanday javob beradi? Taqriban shunday: uning umri chekish bilan o'tdi. Uning ilmi u chekishning haromligini bildi, biroq chekishga davom etib o'zining zarariga hujjatni barpo qildi. Boyliklaricha, u boyliklarini foydasiz yerlarga va o'z jasadini yondirish uchun sarf etdi yoki uni sigaret sotish orqali topdi. Uning jasadicha, u jasadini shaytonlar uchun tashlab qo'ydi. Shaytonlar uning jasadida xohlagan ishini qildilar. Chekish shaytonlar kiradigan darichalardan biridir. Chekish Allohning zikri, ibodati, xususan roza ibodatdan to'sadi. Roza kashanda uchun eng og'ir bo'lgan ibodatlardan biridir. Naqadar dahshat kashanda masjidlarda e'tikof qilish, uzoq muddat Qur'oni Karimni tilovat qilish, ilm majlislarida o'tirish hamda namozlarga erta borishni yoqtirmaydi. Bu haqda keyingi dasturimizda ham suhbatlashamiz. Hikmatli so'zlar. Alloh mo'minning ham, kofirning ham sa'iy harakatini zoyi qilmaydi. Bu uning rahmati va adolatidir. Kofir kimsa faqat dunyo ne'matlarini istagani uchun
unga shu hayotda nasibasi berilib oxiratda nasibasiz qolishi aniq. Shu bois bu dunyoda qilgan duolari amalda ko'rinmayotgan bo'lsa, mo'minlarning xafa bo'lishlariga asoslari yo'q. Bu dunyoda hammasi qaytariladi. Kishi holi hayotida 1 dirham sadaqa qilgani o'z o'limi oldidan 100 dirham sadaqa qilganidan afzaldir. Narsani qarzga berish uni sadaqa qilib yuborishdan yaxshidir. Din pokligi tahorat olmoqdir. Din javhari Allohdan qo'rqmoqdir. Din xazinasi ilmdir. Din ma'dani Allohdan hayodir. Alloh taoloning nazdida to'g'ri so'zdan ortiq sadaqa yo'qdir. Odamlar bilan murosa-yu madorada bo'lish ham sadaqa hisoblanadi. Hissiyot olami. She'riyat bo'stonida Alloh taologa munojat aylashning o'zgacha rohati bor. Olamlarni yaratgan zotga munojat aylamoqqa ahd qildik, bir tinglab ko'ring. Allohim, sen xoliqimsan, taqdirsan. Eng pokiza masdaringda ko'ngil to'q, sendan o'zga iloh yo'qdir, ma'bud yo'q. Sen barcha ayb va nuqsondan pokdirsan. Azal oxir barchasidan oliyim, to'g'ri yo'lda bergin mening toleyim. Har qandayin kunim sendan roziman, bosh sajdada rixlat qilmoq tilagim, yo'lingda qon bo'yalsaydi ko'ylagim, eng chiroyli o'lim sendan roziman. Azal oxir barchasidan oliyim, to'g'ri yo'lda bergin mening toleyim. Bergan ilming menga sharaf, menga shon, amalimni shunga loyiq ko'rsang bas. Rahmatingla olmoqdaman har nafas, oxirimni ayla Robbim nurafshon. Azal oxir barchasidan oliyim, to'g'ri yo'lda bergin mening toleyim. Gunohim ko'p, garchi kamdir savobim, o'ng tomondan amal daftarim keltir, tavhid ahli qatorida tiriltir, aks holda ertan chiqar xarobim. Azal oxir barchasidan oliyim, to'g'ri yo'lda bergin mening toleyim. Hech yo'lim yo'q sensiz erkin mustaqil, qullik istab sajdadaman ey Alloh. Buyuk arshing soyasida ber panoh, payg'ambaring shafoatini nasib qil. Azal oxir barchasidan oliyim, to'g'ri yo'lda bergin mening toleyim. Sirot uzra o'tay omon osuda, yiqilmayin qoq manzilga yetganda. Rasululloh ila ichay deganda, to'siq qo'yma havzi kavsar oldida. Azal oxir barchasidan oliyim, to'g'ri yo'lda bergin mening toleyim. Qayta turar soatimni oson qil, g'arib miskin holatimni bilasan, eng muqaddas niyatimni bilasan, Parvardigor huzuringga mehmon qil. Azal oxir barchasidan oliyim, to'g'ri yo'lda bergin mening toleyim. Hammamiz Allohning huzuriga qaytamiz. Bu e'tiqod har bir aqlli insonni go'zal hayot kechirishga undaydi. Shuning uchun ham Hazrat Umar roziyallohu anhu, agar e'tiqod qilayotganingizdek yashamas ekansiz, demak yashayotganingizdek e'tiqoddasiz deganlar. Agar bizning hayotimiz Alloh huzuriga qaytamiz degan e'tiqod ustiga qurilmagan bo'lsa, ulug' sahobiy aytganidek, e'tiqodimizda zaif nuqta bor. Amallarimizni to'g'rilamagunimizcha Allohning nusratiga haqli bo'la olmaymiz. Ko'rishguncha.